Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hammaga. Hurmatli prezident, sizga murojaat etishda yana davom etaman. Hurmatli prezident, Shaymardanov Ashurali Mavlonovich tog'amni xonadonlariga 2026-yil, ya'ni joriy yilning 8-iyul sanasida o'sha Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani majburiy ijro byurosi xodimlari to'satdan kelishib, u joyda ijro harakatini bajarishni aytishgan. Biz u joyga bordik, yetib bordik. Kelsak, ular kelishgan, o'sha buzdirishmoqchi ekan. U joyda da'vogarlar yo'q edi. Bu ijro harakatiga, ijro ishiga umuman taalluqli bo'lmagan insonlarni olib kelishgan u joyda. O'sha adovatli bo'lgan, nizoli bo'lgan qo'shnilarni olib kelishgan. Endi yaqinda adovatli bo'lishgan. Ular ham 24-yildan ungacha hech adovatli bo'lishmagan, nizoli ham bo'lmaganlar. Albatta shaxsiy manfaatlari ustida ular adovatli bo'lishgan. Chunki o'zlari qonunni buzib, davlatni yerlariga o'z boshimchalik bilan uylar qurib yashayotgan insonlar aslida o'zlari o'sha mahalliy hokimlik tog'amni da'vo qilib o'sha bosh rejaga asosan deb olib chiqqan hujjatlarida barcha o'sha hozirgi kunda borib o'sha joyi buzdirishda ishtirok etayotgan shaxslarni o'zlari hududlari ham o'sha bosh reja asosida buzilishga turgan joylar edi. Nimagadir hurmatli prezident majburiy ijro xodimlari, barcha xodimlari umuman ijro harakatiga taalluqli bo'lmagan shaxslarni olib kelib bu joyda ijro harakatlarini bajarishga urinishayotgan bir vaqtda biz o'zimizni borib tanishtirdik. Men o'sha tog'amni ishonchli vakili ekanliklarim bo'yicha hujjatlar taqdim qildik, kelishuv xulosalari taqdim qildik. 2 yil u joyda ijro harakatlari bo'lmagan, bizga majburiy ijro yopilgan deyishgandi. Birpasda kelib bular yana ijro harakatlarini bajarayotganligini ko'rib tajribga tushdik va biz ularga bizga muddat berishlarini, biroz biz muddatda o'sha sudga chiqib, o'sha haq-huquqlarimizni sudda himoya qilishlarimizni aytganimizda ular juda ham qat'iyatlik bilan turib olishdi. So'zlarida o'zlarini aytishlariga qaraganda ijro xodimlarini 10 yillik tajribaga egamiz dedi, lekin 10 yillik tajribaga ega bo'lgan xodimlar ishonchnoma to'g'risida umuman ma'lumotga ega emas ekanlar. Chunki u joyda turib o'sha tog'am o'zlari turgan joyda men ishonchli vakili bo'lsam, ularni nomidan gapirishga yoki ularni nomidan harakat olib borishga haqqim yo'qligini aytishdi. Men ular bilan tortishishni istamadim. Chunki men o'zi organ xodimi bo'la turib, o'zi mamlakat qonunlarini tushunmasdan gapirayotgan bir vaqtda men ularni to'xtatishga harakat qilmayman. Ko'proq yanada gapirishlarini istayman. Keyin ular u joyda go'yoki bir nizo, fitna, provokatsion harakat uyushtirish uchun kelgan deb o'yladim. Deb o'ylaganimga yagona sabab, hurmatli prezident, chunki men ulardan qayta ijroga aloqador bo'lmagan insonlarni bu joydan chiqazing, faqat ijro harakatiga aloqador odamlar qolsin deb men o'sha nima deydi, oldindan xavfni yoki janjalni oldini olish maqsadida gapirdim. Ming afsuski ular meni gaplarimga umuman parvo qilishmadi. Hurmatli prezident, gaplarimizni, taqdim qilgan hujjatlarimizni mutlaqo inobatga olishmadi. O'zlari o'sha ijro harakatiga taalluqli bo'lmagan shaxslarni olib kelib, ular haqida fikrlar bildirib, bir yoqlama harakat olib borayotganliklari yaqqol video tasvirlariga ko'rinib turibdi. Biz video tasvir qildik u joyda ular harakatini, chunki har vaqt ham biz o'sha video tasvirlarga olmagan holatlarimiz juda ko'p bo'lgan. Keyin qani dalil? So'zlasak qani dalil, qani isbot? Shunaqa bo'lib qoladi, hurmatli prezident. Shunaqa bo'lmasligi uchun biz u joyda syomkalar qildik, chunki albatta biz sizga murojaat qilishimiz aniq edi. Mana hozir videoni oxirida o'sha joydagi bo'lgan bir qancha qonun buzilishi bor u joyda. Chunki majburiy ijro xodimlari udostroveniya ko'rsatish kerak edi, o'zlarini tanishtirish kerak edi. Mayli, unga ham bir insoniylik og'zaki tanishtirdilar, insoniylik jihatdan qabul qilib qo'ya qoldik. Lekin 10 yillik tajribaga egaman deb qanday provokatsion so'zlar gapirishga harakat qilishdi menga. Ular o'zi nima maqsadda kelgani o'zlarini so'zlarida, harakatlarida ma'lum edi.
lekin 10 yillik tajribaga ega bo'lgan inson, lekin mamlakatimizda ishonchnoma to'g'risida ma'lumotga ega emas ekanlar. Juda ham ko'p qonun buzilishlar bo'lgan. Mana hozir videoni davomida qo'yib o'tamiz. Hurmatli prezident, bunday holatlarga sizdan adolat, haqiqat so'rab qolamiz. Chunki bizni sizdan boshqa eshigimiz yo'q. Taqillatib borib adolat so'raydigan. Agar Surxondaryo viloyatida va Oltinsoy tumanlarida rahbarlar bizni eshitganda, bugun tarmoqlarga chiqib biz sizga murojaat qilmasdik, hurmatli prezident. Bu ko'chaga da'vogar siz-a? Opa, siz-a ko'chaga da'vogar? Hammamiz da'vogar. Sizni uyingiz lekin turadi, ko'chaning ustida, to'g'ri? Menga davlat dokument berganda shunday oxirgi anavada berilgan. Bo'ldi, o'sha davlatning dokumentini ko'taramiz sudda. Siz da'vogarsiz-ku, to'g'rimi? Siz lekin davlat manfaatidagi bizda gemplan bo'yicha ochilgan bu joy, hali gemplan yo'q, lekin gemplanning ustida siz uyingiz turibdi. Qani qanday hujjat qilib bergan ekan ko'ramiz. Siz shunga da'vogar. Siz ham da'vogarmisiz? Berdi, pastda turamiz. Siz ham da'vogarmisiz bu joyda? Ko'cha hamma uchun kerakda. Ha? Hamma uchun. Sizlar nechinchi yil bu ko'chadan foydalangansizlar? Oldi mana bundan bir 15 yil oldi doim foydalanilgan, o'tib qaytilgan, keyin yopilib. Ertaga biz geodesni ko'rsatganimizdan keyin sizni foydalanganingiz chiqmasa nima bo'ladi? Yolg'on ko'rsatmagingiz uchun qonun oldida javob berasiz? Javob beralaman ham, qonun bo'yicha ish ko'rilyapti ham. Hamma bilgan qonunda hamma. Men bu hurmatli prezident, men bu gapirayotgan ayolni bu ko'chani gemplan bo'yicha ochishgan, men bu gapirayotgan ayolni xonadoni gemplan bo'yicha mana shu ko'chani ustida turgan xonadonga tegishli. Mana shu ayolga tegishli bu xonadon. Mana shu xonadonni egasi bu ayol, bu joy gemplan bo'yicha sudda ish ko'rilgan, lekin mana gemplan bo'yicha uyi turibdi. Asosan mana shu ikkita ayol, mana shu uylar buzilishi kerak birinchi o'rinda. Gemplan ishga tushsa. Mana shu ayollar da'vogar, lekin mahalliy hokimlik o'sha provokatsion harakat bajarib berilganining evaziga bu ayollarga uyini hujjat qilib berishibdi. Lekin shuncha yildan buyon yashayotgan odam uyini buzib, bularga yo'l qilib berishar ekan. Bu yerda provokatsiya bor albatta. Vaqtida yerda ham hozir kadastrdan ham o'taman, hujjatga ham shunday o'tsa, yo'l lekin oldindan ham shu yo'l bor edi. Yo'q, siz bitta narsani ayting. Shu yo'q, to'xtang. Yo'q, jim aslidan jim. Geodez bor. Bor edi. Aslidan jim, men gaplashyapman. Menga qarang. Bor edi shuga. Yo'q, to'xtang, siz da'vogarsiz, to'g'rimi? Shu joyga da'vogarsiz. Men bu joyga da'vogar bo'laman ham, bu oldindan hujjati borligini ham bilaman, yo'lda borligini ham bilaman. Bu yerga oldindan Nechinchi yil? Yilini ayting. 88-89-yillarga mana yerga yo'l bordi, mana qurilishlar qildirib turmadi. Ana ular. Unday nima deygan? Yo'q, siz xafa bo'lmang, opa, bizni sudda davlat gemplani bo'yicha ko'rilganda, gemplan bo'lsa, demoqchimanki, sizlar to'g'ri tushuninglar, hammaniki ketadi-da gemplanda. Davlat o'zini kelib, domini, qurilishlarini qiladi, shu bo'yicha ko'rilganda, siz to'g'ri tushuning. Shuning uchun bizga mana shu yo'l bor, shurda shuncha metrlik yo'l bor deb aytib, "Hey, mana shu qurilishlar to'xtatgan edi vaqtida." Kim aytgandi, opa? Ana u paytlar mana rezak yo'q edi, nima bo'lar edi oldin. Endi bilmasam, mayli opa, lekin sizni ham eshitamiz, bularni ham eshitamiz, xolislik tomonidamizda biz. Hammani o'zini eshitadigan joyi bor, hammani o'zini shu qonun bo'yicha surishtiradi. Yo'q, mayli, sizlar demak da'vogarsizlar, to'g'rimi bu joy? Da'vogar, biz bo'ldi. 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 Agar siz bular da'vogar, yana bormi da'vogar? Necha kishisizlar? Bu yoqdagilar ham bu ko'chada ham da'vogarlar bor ekan. Mana bu ko'chada ham da'vogarlar bor ekan. Bo'pti? Mana bu mahalliy hokimiyatda kuyov bo'lsa mumkin, hurmatli prezident, yopib olishi ham mumkin. Lekin davlat qarorlarida 2018-yilda 1-mayga qadar deb yozilgan joylari bor-da. Lekin bizda davlat manfaati bo'yicha deb ko'rilgan sudda. Lekin bu yerda davlat manfaati hammaga bir xil emasmi u? Qolganlarga hujjat qilib berishibdi. U juda yaxshi, ajoyib ishlar bo'pti-ku. Sumkamdon aslidan tushiring. Hujjat topib keldi.
Aslidinga begim. Tanışsak bo'ladimi? Mana. Aloqador odam olsinlar, ishonchli aytdilar. Qarzimiz nimaga? O'zi bor-ku. O'zi vakil kerak emas, o'zi turganda qarz bor. Yo, endi ular gaplasha olmaydi, sog'liklari yo'q, men gaplashaman. Gaplasha olmasa o'g'li Xudo xulosasi bormi sog'ligi yo'qligi to'g'risida? Bor. Bor. Diabet bilan kasalliklarga больницада turibdilar. Qarang, men bir qurilish ishdaman. Saldan keyin Shu da'vogar sherik. qurilish ishlaydimda sal. Muammoli bo'lyapti, javob bering. Opajon, ismim Jamoliddin, familiyam Abdullayev. Davlat ijrochisiman. Hamkasbim Bobur aka, Jaloliddin aka. Biz majburiy ijrodamiz. Kadastr xodimi bor. Ha. Kadastr xodimi keldi hozir. Bunga gaplash. Roqil. Menga chizmani bering. Diabet bilan ro'yxatga Opa, siz ishonchli vakilingiz hujjatlaringiz bor-a? Hujjatni bering. Qara, nargiz arxitektor ham kelsin, bo'lmasa hokimiyatdagi odam ham kelsin. Kadastr bor hozir. Yangajon. Yo'q, kadastr bizga shaytonimiz. Bularda odammi kadastr, bilaman. Yo, qarang. Kadastr Necha yildan beri hujjatni bermayapti. hujjatni bering. nima hujjat aka? Hech chizmasi, kadastr chizmasi. Chizib berilgan. Mana shu metrlar qo'yilgan, mana bular qo'yilgan. Mana qo'shnining chegaralasi ham qo'yilgan. Planshetda ko'rib olsin. Aka, Chiqib turibdi. bu joyni qayta hujjat qilishga kadastr hujjatini yo'q qilib yuboryapti. Arxivning bitta bor-ku. Bittani hujjatini yo'q qilib yuborib, qayta hujjatlash kelganda mana bu ochilib qolyapti. Bu yerda hujjat deyapsiz-ku. Mana bu da'vo qilgan odamlar bu sudda ko'rilgan vaqtda sud qarori ham bor. Gen plan bor-ku, davlat gen plani bo'yicha ko'rilgan. O'sha gen plan kelguncha hozir kungacha bu joyga soliq to'layaptilar. 29,5 sudga o'zgartirmagan soliq ham. Biz qayta sudga berish ishini mana shu yerga kelsin. Siz bir narsani to'g'ri tushuning. Birinchi biz da'vogarni bilmadik-da, aka. Biz bilan hokimiyat chiqqanda. hokimiyat. Ha, hokimiyat chiqqan. Bizga bir joyga kelib hokimiyat biz kelishuv xulosasi qilganmiz suddan keyin. Sudga aytdilarki, kelishuv xulosadan keyin yana agar da'vogar bo'lsa, bular chiqadi sudga mahalliy hokimiyat. Kelishuv xulosasidan keyin agar o'sha joyga yana davlat manfaati bo'lsa, o'shanda ish yana ko'riladi qayta deganda. Shu xulosa bilan delani yopib qo'ymaylik, opa. Qarang, endi bizga beray, opa, eshiting bo'ldi. Xo'p, siz meni birinchi eshitib oling. Bu davlat manfaati uchun ochilgan bu joy. Lekin davlat manfaatiga deb ochilgan, o'shanda bularning uyi ham, o'rtada turgan uylar ham noqonuniy obyektiv deb topilgan. O'sha vaqtda ko'rilayotganda hammasi davlat manfaati kelganda birato'la buzilishi aytilgan. Ungacha fuqarolar foydalanib turishi aytilganda, biz shu kunga qadar faqat sizlar tomonidan odam keldi bizga, faqat mahalliy hokimiyat kelmagani uchun biz sudga endi aka o'zingiz organda odamsiz, sudga gapni olib bora olmaymiz-ku. Sudga hozir qayta da'vo kiritsak, kassatsiya instansiyasi qilib, qani da'vogar deydimi? Da'vogar qani deydimi? Lekin da'vogar kelib yerini so'ramadi bizdan. Shu kunga qadar faqat sizlar tomonidan keladi. Biz mahalliy hokimiyatga borsak, o'sha kelayotgan ijrochilar qo'lida qog'oz ko'rsatsinchi, biz xat bilan yerga olib berdik deb chiqardikmi hokimiyatdan deyishgan. Opa, bitta narsa, fuqarolarning manfaatini ko'zlab kadastr agentligi yoki hokimiyat sudga beradi, da'vo ko'taradi. To'g'rimi? Haqlisiz. Masalan, hozir mana bu yerdagi shu mana shu tomondagi fuqarolar, qo'shnilari yo'lni ochib berish so'rab sudga murojaat qilgan. Sudga bular murojaat qilmagan aka. Yo'q, bularga hokimiyat murojaat Lekin yo'q, qarang, to'xtang. Ana o'sha joyga xato ketyapsiz. Mana 1 minut siz meni eshiting. Siz eshitmoqqa gapingiz bo'lgan, to'g'rimi? Mana hokimiyat da'vo qilyapti. Unda o'sha hokimiyat sud qarori ijro varaqada. Xo'p, sizlar mana shu hozir kadastr xodimi keladi, joyi o'lchab beradi. Joyni o'lchab bering, yoki sizga chaqiramiz, yo'lni ochib qo'yamiz. Mana qarang aka, biz sudga beramiz. Ay, Mana beraman. bugun keldingiz, ochmaysiz. Sababi siz bizga imkoniyat berasiz. Chunki shu kungacha mana bunaqa da'vogar kelmagan bizga. Mana men sizga tushuntiryapman. Bilmayman Mana kimdir. Ashurboni chaqirganman men. O'tgan marta keldim. Endi gaplashdik, keyin yana bir marta yaqinda bir 10 kun, 15 kun oldin chaqiruv xati berib chaqirdim. Xonaga. Qarzdorlik bo'yicha chaqirgan ekan. Qarzorlik bo'yicha emas, endi o'sha bizda summa qarzdorlik bo'yicha bo'yicha. borgan, o'sha dela bo'yicha yuborilgan. Qarzdorlik bo'yicha Dela kelgan. bo'yicha yuborilgan. Qarzdor deb yurtilar bizda. Qarzdor biz o'zi yurtilardi. Qarzdor endi sizlar summa bo'lsa qarzdor deb o'ylaysizlar-da, bizda ijro hujjati bo'yicha taraflar qarzdor undan hisoblanadi. Qarzdor sifatida yuborilgan
chaqiruqadi, qarzdor nima bo'yicha kelyapti bular. Bu tushyapti. Ular kelyapti. Tushuntirdim bu odamlar. Ijro tayinlab, hozirmizcha ixtiyorlarni buzib qo'ying. Ana ijro xarajatlari ham. Boshqa narsa desa nima, negizlar boshqa gina sizda undiriladi. Sudda qarorni yozib qo'ydi deb aytdim. Men dedi, sog'lig'im yo'q, menga nima bunday asabimiz yo'q, bunday aytdi, xonani menga jiyanim chaqiraman, jiyanim deb uchrashasiz. Bu kelsin dedi. Aka, bitta narsa. Siz aytdingiz. Eshitding? Bu yo'l bo'yicha men sizga yana aytyapman. Gen plan bo'yicha chiqqan bu joy. Sud qarorini o'qing. Bilmayman men. O'qing sud qarori. Gen plan, qani gen plan? Gen planmi boshqami opa uni bilmayman. Chiqargan Mustafa. Bilaman Mustaqilov bilan borib biz gaplashganmiz. Nargiza, biz qo'shni deganimizda mahalliy hokimiyat ikkita fuqaroni o'rtasiga tushib, manfaat bo'yicha manfaatli to'qnashuv qilish mumkin emas dedi. Aka, eshitding? Ular aytdiki, aniq video dalil bilan olib kelinglar sudga. Haqiqatan qo'shnilarmi o'sha joyga da'vo qilayotgan? Qarang, qo'shnimi, boshqami, qarang. Qo'shnimi, boshqami mana bu yerda javobgarni hal qiluvchi qarorini qaror qildi qismini o'qiysiz. Javobgar Shaymardan Ashrali Avlon tomonidan mana men sizga aytyapman, bizga hokimiyat kelib da'vo qilmadi, bizga sudga berish uchun. Biz qilganmiz emas. Film degan javob kelgan ekan. Husn aka keldi, kelishuv xulosadan keyin Husn aka bo'ldi, mana bu to'lovlar to'langlar bo'ldi, ijro ishi yopildi dedi. Prokurorda oldigacha chiqqan bu masala aka, tushuntiryapman. Bilmayman hozir sizlar qanaqa chiqyapsizlar. Da'vogar hokimiyat bo'lsa, kelishuv xulosasini hokimiyat yuristga berib, og'ayni mana ijro hujjatini qaytarib oling. Bo'ldi, shunaqa bersak bo'ladimi? yo'q, biriga qaytarib olish imkoniyati yo'q, hokimiyatda yo'q. Bo'lmasa bu bizga imkoniyat berasiz. Bugun mana obyektdan keyin sudga beramiz. Bo'ldi, obyektdan keyin sudga beramiz. Kelishuvni olishga Sudga berganlik to'g'risida qog'ozni olib kelamiz. Kelishuvni beringchi, menga kelishuvni bir o'qing. Yo'q, mayli, chiqib bering. Mayli, opajon. Qarang, siz O'zbekiston Respublikasi fuqarosiz, murojaat qilish huquqingiz bor. Men o'zim tanishtirdim. Hammani tanishtirdim bu yerda xodimlar. Men buni murojaat qilasiz. Chiqamiz, sizni Sizdan eshitgan sabr qiling, men bilan gaplashing. Ha. Hop, ijro harakatlarida ijro bo'ldi, tushundim. beradi. O'zingiz bilan odamlar bilan talab ketmang, opajon. Talashmayapman, gaplariga javob beryapman-da. Endi bular eshitgan davlat biz ham eshitadi. Davom et. Hozir aniq siz sudga berganlik to'g'risida obyektdan keyin qog'oz olib kelgan. Shu majburiyatni vaqtincha to'xtatish beramiz. Endi bizga shu kungacha da'vogar kim? Akajon, mana men sizga tushuntiryapman. Mustafayevni oldiga bordik, mana buni ko'rsatdik. Aka aytyaptilar, da'vogarlik kelsin, o'sha joyga kelsin, ijro harakatini odamlari kelganda keyin syomka qilib olib kelinglar. Biz ko'raylik. Mustafayev rais aytyaptilar. Bu yerda fuqarolar bo'yicha ish bo'lmagan, hokimiyat qilgan. O'sha aslida fuqarolar bu yoqda yotganligini dalilini olib kelib sudga bersalaring, sud ko'rishga asosli bo'lib ish ochiladi deyaptilar-da. Hozir biz borib quridan quri gap bilan ocha olmaymiz-ku, aka, asosli. Qanday hozir muddati bor buni qayta chiqarish? Tilaymiz, aka, muddat tiklash bo'yicha ham beramiz. Mana yuristi bor bu yerda. Tadas. Jam turing. Ekspertiza ham qildirishingiz mumkin. Tog'ama o'zlari. Qarang, insoniylik jihatdan 4 metrga kelishganmiz. Bundan keyin yana qayta da'vo bo'lsa, biz sudga berishimiz tushuntiriladi. Aka, biz Rasmga olaymi? Yo'q, bemalol. Yo'q, xohlasangiz nusxa beramiz. Qarang, biz Husn akaga chiqing, biz ularga to'lovlar to'lab bular bergandan keyin ijro yopildi dedi-da, yana sizlar paydo bo'lgandan keyin tushunmadik-da, to'g'risida. Biz ijro yopilgan deb yuribmiz. Qachondir yana da'vo qilsa, sudga chiqamiz. Ikki oy oldin ketib ketdim-da nimaga? Buvani oldi. Aka, o'zi bo'lmaymiz-chi, mana bunaqa bo'lib yotibdi-da, to'g'risida. Hech kimga xizmat yo'q bu yerda. Yo'q, aka, siz vazifangizni bajaryapsiz. Bularga ham. Yo'q. Qarang, endi biz o'sha nimaga sudga deganingizda, men buni olib borganimizda mana kelishibsiz-ku. Agar yana da'vo ochsa, endi qarang, qonunda ikkita fuqaroni o'rtasiga tushib, bitta fuqaroning manfaatiga yotmaydi-da, mahalliy hokimiyat. Bizlar ko'ramiz, hozir maslahat qilamiz, ulardan kelishamiz. Faqat mana shu bugun berasiz, biz qayta sudga beramiz. Mana bu syomkalarni, mana bu da'voga, ana bu da'voga deb hammasini beramiz-da, aka. Olma kanishkasi tashlayman. Kattaga chiqinglar, yozib tushuntirib. Tushunolmayapman-da. Tomoni ham cho'kadi.
agar siz aytgandek sud bo'lgandachi halimgacha bu ijroga kelmasdida hujjat bilasiz. Bu sudlar yillar davom etadi. Biz просто buni qarang sudni yakunida Mustafayev aytdilar, kelishuv xulosasi qilinglar dedilar. Endi hokimimizdan ham amalchi bor edilar u vaqtda. Hamma yig'ildida insoniylik jihatdan o'sha 4 metr bering aka dedilar-da. İnsoniylik hammamiz o'lib ketamiz. To'g'ri, siz haqlisiz. Turing, biz bular bilan gaplashyapmiz. Siz da'vogar emassiz, biz siz bilan gaplashmaymiz. Iloji boricha nariyoqqa turib oling. Siz meni sudga bermaganmisiz? Hokimiyatga biz Aka, bularni ta'minlab bering, nariyoqqa borsinlar, bular bizga aloqa Mayli, mayli. Keyin opajon bu yerda turing uni. Jam. Hattasi ketaversang bo'ladi. Lekin muammo yo'qotganki o'zlaringizdan Akajon, hozir bir aktga qo'l qo'yib ketasizlar bo'ldi. 5-10 minut sabr qilib turinglar. Soyada tursangiz ham bo'ladi. Rahmat sizga. Akada endida bular hujjat olish implanga buni ham buzilishda edi, o'rtada qo'yganida bizga ko'rilganda. Bu davlat manfaati borku, mana bu shaharsozlik, 30 yillik ana u strategiya bo'yicha ko'rilganda, Siz tek holatga berilib qizishib ketadi. shuni bizga tushuntiryapti. Juda ham bir ana unga rolga kirishib ketadi. Adolat yaxshi. Adolat yaxshi ko'rasiz, to'g'ri. Hozir siz qarabingiz, to'g'ri, bu yoq taraf emas. Men lekin qo'ni qo'shnilarni mana bu musulni kim to'kdi desam, mana shularni ko'rsatdi-da. Mana buni ham ochinglar. Даже пожарni ham kira olmayapti mana hozir. Pожарni xodimlari ham mana qo'yib keldi. Aslida ijroga ko'plar agressiya bo'ladi. Sizlar ham qaror chunki bu Biz o'zimizni bosib olgan odamlarmiz. Yo'q, bilaman. 10 yil stajimiz bor. Opajon, siz o'zingizni bosib oling. Qizishib ketdi. Eshityapmiz, hamma narsangizni ko'ryapmiz. Bu kishini ham haydab olmoqchi bo'lyapsiz-da. Biz o'zimiz chaqirdik. Mana buni kim to'kdi dedim. Bular to'kdi dedi. Opajon, siz ham jim turing endi. Endi ta'minlab bering, iltimos, bularni yoqqa o'tkazib bering, mayli o'sha sizlar da'vogarmisiz? Ana da'vogar bo'lsa hamma qo'shni kelsin-da. Hamma qo'shni bu yoqqa kelsin. Biz kerak bo'lsa. Shunday, ha. O'zini hududiga o'tkazadi. Yo'l ochib bergan yo'lda turibmiz, opajon. Nafsi. Qizishmang. Keyin mana uningizdan kerak emas aka. Hammasi kelsa sudga qo'shiladi. beramiz. Lekin aslida da'vogar. Yo'q. O'sha vaqtda nima Men sizga taraflar berdim-ku, taraflar. Taraf Da'vogar hokimiyat. bular emas. Da'vogar Oltinsoy tuman hokimiyati. Endi hokimiyat bularni hokimiyatga mana shu qo'shnilar shu ekanku murojaat qilgan. Otangizga rahmat. Biz mana shu narsani ko'tardik. Mening mana shu sizni so'zingizni eng muhim joyi, jihati ham shu joyda.